La havla va la quvvata illa billah. Mana go'zal kalima. La havla va la quvvata illa billah. Kelinglar shuni bir ma'nosini ko'rib chiqamiz. La havla va la quvvata illa billah. La havla hech qanday kuch yo'q. Va la quvvata hech qanday quvvat ham yo'q, magar Alloh bilangina bor. La havla hech qanday kuch yo'q, Allohning toatini qilishlikka faqat Alloh bilan bor. Va la quvvata hech kimda quvvat yo'q. Nimaga quvvat yo'q? Gunohni tark qilishlikka, magar Alloh bilan. Demak, bitta toatni qilishlik uchun quvvat, kuch kerak. U kuchni Alloh beradi. Va bir gunohni tark qilgan odamga quvvat kerak. U quvvatni kim beradi? Alloh beradi. Demak, har safar la havla va la quvvata illa billah deyotganimizda birodarlar, mana shu narsa yodimizda tursin.